Ishqilib bu videodan keyin aniq boshqa konsultantlik ustidan shikoyat qilishmasa bo'ldi-da. Hech qanday sertifikatlarsiz Saudiya universitetlarida 100% grant va stipendiya asosida talaba bo'lish imkoniyati borligi haqida bilarmidingiz? Yo'q bo'lsa, bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Men qanday hujjat topshirish mumkinligi haqida 100% tekin o'rgatib boraman. Google ga kirib Study in Saudi saytiga kiramiz. Saytga kirgandan keyin ekranning yuqori chap qismida tizimga kirish degan joyi bor. Lekin bu yerda mana hujjatlarim kiritilgan. Siz o'zingizni hujjatlaringizni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Kerakli hujjatlarni yuklab bo'lgach, yana asosiy sahifaga qaytib, o'zimizga ma'qul kelgan yo'nalish va universitetni tanlaymiz. Ma'qul kelgan yo'nalishlarni xarid qilish ro'yxatiga qo'shamiz va biz tanlagan yo'nalishlar asosiy sahifada ko'rinadi va istaklarni ko'rib chiqish tugmasi orqali hujjat ishlarini yakunlaymiz. Biz berayotgan ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, Global Way tarjimonlik markazi Instagram sahifalariga obuna bo'ling va anchadan buyon Saudiya universitetlarida o'qishni yetib yurgan do'stlaringizga bu videoni albatta jo'natib qo'ying.